$230 S21'da $170 olishni ta'minlang. Unda Gold Mobile'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bo'lmasam boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib obzorimizni S21 dan boshlaymiz. 8256 xotirali S21 5G smartfonimiz. Emakalari ofitsialniy registratsiyadan o'tgan. Operativkalari 8, qo'shimcha yana 8 operativka bilan jihozlangan. 256 xotirali bu telefonimiz qora rangli, holati B+, sal g'iloftizi chiqqan, lekin idealniy sostoyaniyada, garantiyasi bor. $170 ga atiga bir dona. Shoshilinglar do'stlar, bunaqasi faqat Gold Mobile'da. Telegramga o'tib bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da arzon telefonlarni ko'rib borsalar ham bo'ladi do'stlar. Aytib o'tgandek, $170 ga S21 bir dona qora ranglisidan. Men sizlarga chegirmada bonusda bunaqa narxga qo'shimchasiga bitta stiklo, qo'shimcha bitta g'ilofini sizlarga qo'shib beraman. Bepul dastlabki xizmati ichida yetkazib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Do'stlar, videoni keng tarqatib qo'yinglar, bizni ko'proq ko'rishsin, maza qilib xarid qilishsin do'stlar. Bundan keyingi telefonimiz S22 smartfoni. Mana bu telefonimizdan emakalari ofitsialniy registratsiyadan o'tgan, green rangli, xotirasi 8256 bu telefonimizning narxini men sizlarga do'stlar bunaqa narx hali hech kim qo'ymadi shekilli $245 ga qilib beraman. Emakasi o'tgan holatda yashil ranglisini. S22 $245 ga do'stlar, shoshilinglar. Faqat bir dona. O'zi $265 sotilyapti lekin. Undan keyingisi yana S21 Plus 8256 xotirali do'stlar, narxini $230 qilib beraman. Emakalari ofitsialniy o'tgan. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz S10 Plus Vietnamskiy versiya, ikkita sim kartali kelsa-laring, ofitsialniy emakalari o'tgan bu telefonimiz ikkita sim kartali S10 Plus telefonimiz 8 ga 128 xotirali, idealniy tiniq sostoyaniyada turibdi. Qora ranglisi bizda bor do'stlar. Shoshilinglar, men sizlarga buni chegirmada $195 sotyapti. $10 yana men sizlarga skidka chegirma qilib beraman. $185 ga shoshilib qolinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul yetkazib beramiz. $185 ga mana bunaqa smartfon bir dona bor. Shunaqasidan shoshilinglar, tezda obuna bo'lib bizdan xarid qilinglar. Faqat biz obunachilarimiz uchun do'stlar. $185 ga S10 Plus Vietnamskiy versiyasi. Bunaqasi juda ham kam. Hozir ekranning o'zi ham $185, $200 davom etadi. Mana shunaqa. Xo'p, undan keyingisi bizda yana chegirmada S24 1 yil garantiya servis, 8 ga 128 xotirali mana telefonimiz yangi holatda. Bitta stiklo, bitta g'ilof bizdan bonus qilib beramiz. Zavasku avtozapslarigacha bor. Ichida bu telefonimizning narxi $525. 1 yil garantiya kafolatiga ega S24imiz. Bundan keyingi telefonimiz S24 Plus 12 ga 512. Do'stlar, xotirali. Bunaqa narxda hali hech kim menimcha qo'ygan yo'q. Birinchi bo'lib xudo xolasa Gold Mobile'da bunaqa narxlar. Do'stlar, atiga $545 ga 12 ga 512 xotirali S24 Plus'ni men sizlarga qo'rqmay tavsiya qilaman. Buni hozir yangi pochka ochib olaman sanang $850. Bu ham idealniy yaxshi sostoyaniyada turibdi. $545 ga menimcha juda ham zo'n narx. Shoshilinglar, bunaqasi bir dona bor xolos. Undan keyingi telefonlarimiz S22 Plus A holatda idealniy sostoyaniyada, emakalari ofitsialniy registratsiyadan o'tgan bo'ladi do'stlar. Bu telefonlarimizni men sizlarga $310 dan qilib beraman. Bunaqa qora rangli idealniy tiniq sostoyaniyada bunaqa telefonlarni juda ham topish qiyin, lekin biz sizlar uchun izlanishdamiz. Xudo xolasa $310 ga men sizlarga S22 Plus'ni bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilaveraman do'stlar. Ana endi ixchamroq telefon xolasalaring, S10 telefonlarimiz yana keldi sotuvga. Yangida idealniy aytib o'tganimdek, plyonkalı holatda juda ham zo'r sostoyaniyada turibdi bu telefonlarimiz S10lar. Bularning narxi $150 qilib beramiz. Bularni dubayskiy proshipka qilib ikkita sim kartali qilib beramiz. Ikkita sim kartali bo'ladi $150 ga. Mana bunaqa plyonkali yangidek holatdalar juda ham kam, lekin Gold Mobile'da bor do'stlar, shoshilinglar mana. Ayollarimizga ham podarka qilamiz salam. Mana bunaqa rangi juda ham qo'l keladi. $150 ga mana bunaqa flagman seriyada S10 telefonini men sizlarga tavsiya qilaman do'stlar. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz S23 Plus Vietnamskiy versiyasi, ikkita sim karta, 8 ga 256 xotirali korobka dokument bu telefonimiz. Shoshilinglar do'stlar, men sizlarga buni narxini chegirmada $470 ga qilib beraman. Koreyskiy versiyasi ham hozir shunaqa narx bo'lyapti. Men sizlarga Vietnam versiya korobka dokumentligini tavsiya qilaman. Shoshilinglar. Bir dona bor xolos bunaqasi do'stlar.
Hop, bundan keyingi yana telefonimiz yangi modeli bo'lgan 2025-yilda Redmi seriyasini eng kuchli versiyasi Note 14 Pro Plus 5G smartfonini do'stlar. Men sizlarga juda ham arzon narxda qilib beraman. Xudo xolasa hamma bozor bilan solishtirib ko'rsalar ham bo'ladi. Faqat bizning obunachilarimiz uchun bu narx sizlarga qo'ldan kelgancha 5-10 dollar ham hanna bo'lsa kerak kimgadir. Men sizlarga do'stlar bu bozorda 375 dollar sotilayotgan bu smartfonimizni men sizlarga 10 dollar chegirmasiga 365 dollarga beraman. Hatto firma bizga chiqayotgan narxi ham 375 dollar chiqyapti. Lekin men sizlarga chegirmada 10 dollar arzoniga 365 dollarga qilib beraman 256 xotirali Redmi Note 14 Pro Plus 5G telefonini do'stlar. Mana yangi vakuum salafani buzilmagan plyonka. Bemalol telefon purish do'stlarim bizni kuzatayotgan bo'lsa, narx-navolar solishtirib ko'rsalar ham bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa bemalol ishonchli, kafolatli bizdan xarid qilaverasizlar. Ana endi men sizlarga 2025-yilda eng kuchli smartfonlaridan biri Samsung seriyasida eng kuchli telefon S25 Ultra ni Vyetnamskiy versiya mana ikkita sim kartali vakuum plyonkalari olinmagan, ochilmagan yangi telefonni nerealniy narxga juda ham arzon bu telefonni hozir bozorda eng arzon narxda olsangiz ham menimcha 1050 dollarga olasizlar. Men buni sizlarga do'stlar atigi 1025 dollarga Vyetnam versiyali ikkita sim kartali pachkasi buzilmagan mana o'zlarining plyonkasini buzib olasizlar. 1025 dollarga S25 Ultra ikkita sim kartali 256 tali 12256 xotiraligini eng trendy rangi titanium grey rangini men sizlarga tavsiya qilaman do'stlar. Bundan ham faqat bir dona bor, shoshilib olinglar. 1025 dollarga yangi ochilmagan. Tezda 25 Ultra olaman degan do'stlarga video tarqatib beringlar do'stlar. Bunaqasi faqat bir dona. Xudo xolasa yana keladi, yana qilib beramiz inshaalloh. Xo'p, bundan keyingisi endi Samsung aytgandan keyin iPhone ga o'tmasak bo'lmaydi do'stlar. Men sizlarga iPhone 16 ni juda ham noyob xotirali 512 xotirali iPhone 16 telefonimizni sizlarga tavsiya qilaman mana. Hattoki zaryadchilari kabeligacha ishlamagan bu telefonimiz atigi Koreyani o'zida mana men sizlarga ko'rsataman. Atigi 3 marta zaryad bo'lgan do'stlar. Mana 3 marta zaryad bo'lgan bu telefonimiz. Xotirasiga to'xtab o'tadigan bo'lsak, xotirasi 512 xotira mana. 512 xotira. Juda ham ko'p video oladigan bloger do'stlarimizga bu video jo'natib bersalar ham bo'ladi. Mana bunaqasi sizlar uchun 512 xotirali atigi 3 marta zaryad bo'lgan yangidek telefonimizni hali O'zbekistonda ishlamagan birinchi bo'lib siz ishlatasiz. Xudo xolasa bu telefonimizni men sizlarga rabotchiydi narxida juda ham arzon narxda qilib beraman. Buni narxi do'stlar 885 dollar qilib beraman. Hozir sotuvda bunaqa 512 taligi 1050 dollar. 200 dollar pashti arzoniga xudo xolasa Yo'l Mobile'da sizlar uchun. Ana endi undan keyingisi iPhone 16 Pro da ana shunaqa 3 marta zaryad bo'lgan, kabellargacha ishlamagan, hali O'zbekistonda ishlamagan bu telefonimiz Koreyadan kelgan. 3 marta zaryad bo'lgan xolos. Korobka dokument imekalari o'tgan. Men sizlarga do'stlar yangi bo'lgan bu telefonimizni atigi 965 dollarga qilib beraman. 16 Pro yangi 965 dollarga juda ham zo'rna. Faqat bir dona shoshilinglar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bepul aytib o'tgandim. Endi iPhone 16 Pro 256 xotirali Desert Titanium rangi. Mana do'stlar hozir narxlari bozorda 1160-70 dollarga sotilyapti 256 xotiraligini. Lekin Gold Mobile'da 988 dollarga men sizlarga imeka registratsiyalar o'tgan holda O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul yetkazib beramiz. Do'stlar shoshilinglar. 100 yomkiz 256 talik Desert Titanium 256 xotirali. 988 dollarga. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Samsung S23 Ultra 12 ga 512 xotira bo'lgan bu telefonimiz 128 xotiradan boshlanadi. 4 baravar xotirasi baland bo'lgan telefonimizni men sizlarga 128 da narxida qilib beraman. Buni narxi atigi 530 dollardan qilib beraman. 512 xotirali S23 Ultralar 530 dollarga do'stlar. Bunaqasi hali bo'lmagan menimcha. Holatlari idealni yangidek sostoyanida turibdi. Shoshilinglar, 2 dona bor. Qora va yashil ranglisidan. Eng trendy ranglari Gold Mobile'da. Faqat sizlar uchun bu narxlar xudo xolasa.
Xo'p, bundan keyingi telefonlarimiz iPhone 11 Pro'da 90 dan tepa yomkisliklari kerak desalar, mana shunaqa bizda bor. Mana Desert Titaniumga o'xshagan mana gold rangli iPhone 11 Pro'miz qaranglar, bir-biriga o'xshab ketadi. 16 ga ham o'xshaydi, 11. Buni narxini men sizlarga 256 xotirali bo'lgan 92 yomkisli bu telefonimizni do'stlar, atigi $299 ga qilib beraman. Bunaqa narxda hali hech kim qo'ymagan menimcha. 92 yomkisli bunaqa yangidek telefonni xotirasi ham 256. Bundan keyingisi 64 xotirali 81 yomkis $270 qilib beraman. iPhone 11 Pro. Hattoki bizda 512 xotiraligi ham bor. $325 sotilyapti. Shoshilinglar, bir dona bor green rangli idealniy sostoyaniyada $305 ga qilib beraman men sizlarga. 512 xotirali iPhone 11 Pro. Maza qilib olib ishlatish kerak. Birinchi chiqqanda $1000 tepasida bo'lgan do'stlar. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz iPhone 11 qora rangli idealniy sostoyaniyada 82 yomkisli qo'limda turibdi. Narxini buni $240 qilib beraman. 81 yomkisligi bor, $235 qilib beraman. Ikkosi ham idealniy tiniq sostoyaniyada imekalari o'tgan. Bundan keyingi telefonimiz iPhone 14 Pro Max'ti. Mana silver rangidan idealniy tiniq sostoyaniyada turibdi. Bu telefonimiz buni narxini $650 qilib beraman. Korobka dokumentligi kerak 256 xotiraligi desalaring, mana bizda bor bunaqasi idealniy sostoyaniyada turibdi. Bu ham birorta qirilgan, shilingan joyini ko'rmadim. Yaxshi sostoyaniyada turibdi. Buni narxi men sizlarga $685 ga qilib beraman. 87 yomkisli 256 xotiraligini iPhone 14 Pro Max'ti. Bundan keyingi telefonimiz iPhone 15 Pro 90 yomkisda qora rangli mana idealniy sostoyaniyada turibdi. 16 da ham qora rangga chiqdi mana. Eng hadavoy ranglardan bo'lib turibdi. Bitta g'ilof solsalang 16 bilan hech qanaqa farqi yo'q. Buni narxini men sizlarga do'stlar $705 qilib beraman. Yomkis batareykasi aytib o'tganimdek 90. Bundan keyingisi natural titanium korobka dokumentli 95 yomkis. Mana holatlar idealniy sostoyaniyada turibdi. Kabeligacha hatto ishlamagan. Natural titaniumimizning narxini men sizlarga $740 qilib beraman. Qora ranglisini $725 qilib beraman. Keyin do'stlar, atigi bizda 24 marta zaryad bo'lgan iPhone 15 Pro da kabellargacha ishlamagani keldi Koreyadan. 24 marta zaryad bo'lgan. Kommentariy yozib qoldiringlar, bu telefonimizga nech pul narx belgilasak bo'ladi do'stlar. Imkon qadar sizlarning xohishlaringizga qarab chiroyli narxda qilib beramiz. Sizlardan kommentariy kutib qolaman. Bundan keyingi telefonlarimiz Samsung S22 Ultra. Mana 3 xil rangda idealniy sostoyaniyada turibdi. Hattoki mana zavodskiy plyonkalarigacha olinmagan idealniy sostoyaniyada yashin ranglisi qo'limda juda ham zo'r holatda turibdi. Mana oq ranglisi ham juda ham tiniq idealniy sostoyaniyada turibdi. Qirilsa ham, shilinsa ham ancha-munchaga bilinmaydi. Bu telefonlarimiz boshlang'ich narxi do'stlar $399 dan qo'limda burgandi rangi $399. Pastlarda sal-sal g'ilofli izi borligi uchun narxi B+ holatda $399 boshlanadi. Yashil ranglisi $415, oq ranglisi ham $415. Idealniy tiniq sostoyaniyada yangidek holatda bu telefonlarimiz do'stlar. Bundan tashqari yana ham telefonlarimiz juda ham ko'p. Sizlarning vaqtlaringizni kamroq olishga harakat qilgan holatda bugungi telefonlarimiz shular bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Bundan-da zo'r videolar qo'yishga harakat qilamiz. Telegram va Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasini pastga qoldirib ketamiz. Sog' salomat bo'linglar.